Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, mashinalarda bilasizlar, katalizator bo'ladi. Katalizator esa ekologiyaga xizmat qilib beradi, akalar. Bu Equinox katalizatori ichini kimdir olib tashlagan ekan, premye bo'lgan, rasxod ko'paygan, chek yongan, mashina yaxshi yura olmagan. Bularga yangi katalizator qo'yib berdik, ichini ko'rib olsa, top-toza ideal bo'lyapti. Ikkita katalizator bo'ladi buning ichida, tepa pastki tomoni ham yangi katalizator qo'yildi, akalar. Mana shunaqa holatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir stiker boshlangan, bilasizlar, stiker uchun hamma ham katalizatorni olib tashlaganlar qo'ydiryapti. Aloqaga chiqaversa, telefon raqamlari ekranlarda Chilonzor 10-kvartal Farhad Sizabchas bozori ro'parasi. Bu Malibu ekan. Buni ham kimdir olib ichiga turba qo'yib yuborgan ekan. Turbani kesib olib tashlab, tozalab, mana bunga ham zakon qilib o'z holatiga mana akkuratni ochildi, yana akkuratni yopiladi. Zavod bo'ladi, akalar. Podpiskalarga esdan chiqmasin. Liboy mashinani katalizatori yoki glushli yoki sportivniy glushli yoki ovoz o'zgartiruvchi yoki trassalar yoki povuqlar taqish kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Liboy mashinani cheki qilib beramiz. Podpiskalarga esdan chiqmasin, davom etinglar, akalar.